Navoiy aytadiki, olam ahli bilingiz, ish emas dushmanlik. Yor o'ling bir-biringizga kim erur yorliq ish. Bu so'z o'yini qilgan bu yerda. Olam ahli, ey odamzod, insoniyat, bilingiz. Ish emas dushmanlik. Ya'ni doimiy hayotingiz dushmanchilik ustiga, kimgadir dushmanlik qilaverish ustiga qurilmasin. Bu ish emas bu. Bu to'g'ri ish emas bu. Yor o'ling bir-biringizga kim deyapti? Yor bitta do'stlik ma'nosi bor. Mehr muhabbat bir-biriga do'st ma'nosida. Yor bo'ling bir-biringizga kim erur yorliq ish deyapti. Yorliq bitta ikki xil ma'nosi bor. Yorlik, do'stlik haqiqiy ishlardan bittasi ma'nosi bor. Ikkinchisi yorliq ish deyapti, ya'ni mukofotlik ish.